Diyorimizda soat 20:00. Studiya mikrofonlar qarshisida Kamina va Xobiddinzo va bu oqshom sizning xonadoningiz mehmoni sevimli, ardoqli elimizda e'zoz topgan loyiha Ovoz loyihasi. Yoshlar teleradio kanalida jurnalist sifatida, katta muharrir sifatida faoliyat yuritaman. Endi yosh payti insonda shunaqa bo'lar ekan, o'zini bir tanitishni, mashhur qilishni istar ekan. 2 daqiqalik efir davomida o'zimni 2 marotaba tanishtirganman. Boshda aytganman, yangiliklar bilan studiyada Vahobiddinzo. Siz yangiliklar dasturini tingladingiz, uni sizga Vahobiddinzo taqdim etdi. O'shanda katta bir ustozimiz, ajoyib bir inson aytgan ekan, bu mahmadona bola ekan. Biz 40 yil eshitish olib borib biror marta o'zimizni tanishtirmadik, lekin bu 2 daqiqaning ichida o'zini 2 marta e'lon qildi. Ko'pchilik meni jurnalist sifatida biladi-yu, lekin men jurnalistikaga kelgunimcha ham o'zi qo'shiqchi bo'lganman-da. Ey do'st, ey do'st, ey do'st. Reis 2010 Yoshlar telekanalining Yangi yil musiqiy shousida aytganman. Qarang, Yangi yil kuni ketdi bu. 31-dekabr kuni ketdi. Qo'yliqqa keldim. 1-yanvar kuni tunnelda ichidan kirayotgan joyda klipim ketyapti. Kechasi bilan yozib, video qaroqchilik qilib yozib olingan. Tunneldan kirayotganimda Vahobiddinzo oddiyroq bo'lgan bo'lsa, bu tunnelda oxirida chiqayotganimda yulduz bo'lib chiqdim shekilli-da. Aytaringni tutmagin pinhon. Musiqani Rustam Muhammadiyev bastalagan do'stimiz, alohida minnatdorchilik bildiraman. To'g'ri, bu qo'shiqni sen ham aytishing mumkin-da, lekin menga mana shu ilinganing uchun rahmat. Umring uzoq bo'lsin do'stim. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Farid opam lekin yorib so'z zo'r bo'lgan. Endi buni 90% yutug'i musiqada ham emas, ijroda ham emas, so'zda deyman. Shu bitta so'zni o'zida ertaga bugunni topib bo'lar. Haqiqatdan. Hayajon bormi yo'qmi? To'g'risini aytsam, hayajon juda kuchli. Odatiy deb ayta olmayman, chunki har bir kunimiz tanlov. Biz tanlovlar qarshisidamiz. Har kun insonlarni, do'stlarni, yaqinlarni tanlaymiz. Misol uchun avtomobil, uy. Men yana radio eshitayotganda bo'lyapman. Har bitta odamdan so'raganda ichimdan bilib turaman. Hozir yo'q desa ham bari hayajoni bor, bor desa ham bari hayajon bor. Lekin aynan mana shu bilan kurashish uchun bugun siz jamoa bilan keldingiz. Kimlar, tanishtiring. Mirzohidbek qariyb 30 yildan ziyodroq qadrdonim. Kecha Qirg'izistonda edi, telefon qilganda ulgurasanmi desam, sen uchun ulguraman deb keldi, qoyil qoldim lekin. Rostdan ulgurib keldingiz. Tez-tez kelib turadigan bo'lasiz endi bizning studiyamizga. Chunki har gal keyingi bosqichdaman deb telefon qilsangiz, hamma ishingizni tashlab yana kelasiz, iloj yo'q endi. Boshqa nima qilamiz? Shunday bir narsa boshlab qo'ydilar, oxirigacha olib borish kerak endi bu ishni. Bular Saidullo Rahmonberdiyev Yoshlar teleradio kanali boshlovchisi. Kenja shogirdlar. Zo'r. Ustozni tanlovini qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Gaplarni yodlab kelgan. Mana professional odam. Zo'r jumla ekan. Kim so'rasa shunaqa deng. Uchalamiz qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizga omad. Eng baxtli kunim hozirgi kunim. Chunki shu kungacha yetib kela oldimmi? Bu meni baxtim, omadim. Shu yergacha, mana shu jarayongacha, ovozgacha, Zo'r TVgacha, sevimli eng ardoqli loyihagacha keldikmi? Biz hammamiz g'olibmiz. Nima desang degin shu bugun, yuragingda qolmasin tugun. Armon uzun, nadomat uzun. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Kel yonimga gul ochsa chiroying, etaklaring ko'zimga suray. Sen kelmasang men o'zim boray. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Kel yelkada tog'ing bilan kel. Xazon rizqi bog'ing bilan kel. Dilda
hasrat dog'ing bilan kel. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Farida Afruz buguning nuqul har lahzaga tutolgin hovuch. Bugun yasha topa olgin kuch. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Matn zo'r ekan. Ertaga bugun topsa bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushkepsiz, xushkepsiz. Tanish chehralar. Vahobiddin Ziyo, kasbim jurnalist. Uxte. Yoshlar teleradio kanali katta muharririman. Uxte. O'shanga matn kuchli-da, chunki jurnalistlar so'z ustalari bo'lishadi. Bu mualliflik qo'shig'imiz Bu hisoblanadi. qo'shiq ustoz. o'z vaqtida hit qo'shiq bo'lgan. Bugun ozgina hayajon bo'ldi, uzr so'rayman. Mani bir orzuyim bor-da. Agar ruxsat bersanglar, ustoz Farruh Karimovich, Ilhomjon, bitta duet aytsak agar imkoni bo'lsa. Qaysi 3 qo'shiqni? kundan beri poytaxtda yomg'ir yog'yapti, bilasizmi? Voy, o'sha Hamma radiolarda, jumladan bizning radioda ham ketma-ket jaranglayapti. Shu sababli agar qiynaladi oftobni Turing. yomg'irlardan charchagan sahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib. Ko'mish opa, Ko'ringanda sahnaga ufta sahar. chiqing sahnaga. Men taqdirdan Hech nolimayman. Zo'r bo'ldi. yaralmashdi shomga tongimni. Olib keldi oqshom bilan. Uzoqlarda qolgan yorimni Uxte. Baland. mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Men sizni ovozingizni radioda eshitganman. Sen hech narsa qilmading talab, menga o'rgilding qoshu ko'zimda. Sening qora sochlaring silab, shu tun kechdim hatto o'zimda. Men taqdirdan hech nolimayman. Yomg'irlardan Charchagan shahar. sen ketasan qayga qon yutib. Meni qayga boshlaydi Jurnalist. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qaytalab, sevasanmi deya so'radim. Yomg'ir Sog' bo'ling ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Men bugun yashadim. Mana shu yashashni o'zi men uchun kifoya. Men kichkina qo'shimcha qilmoqchiman. Rahmat. Hamma san'atkorlarning ichida bitta jurnalist ekanman.
Bugun g'alaba qozondim, o'sha ichki qo'rquvlarimni yengdim va o'zimni komplekslarim ustidan g'alaba qozonganimdan xursandman. Chunki qo'rquvni yenga bilgan, o'zini qo'rquvlardan ustun kela olgan odam bu sahnani qahramoni. Men uchun bugun To'ppa-to'g'ri. o'zim uchun o'zim qahramonman. Bo'ldi. Qahramon. Farruh Karimovich, men 18 yoshimda sizdan intervyu olganman. Hali ham Tabriklayman. eslayman, 31 yil bo'libdi Farruh Karimovichdan student paytim Milliy universitetda intervyu olganman. Men intervyuni o'zingizga tashlab beraman. Rahmat. 18 yoshimda, 31 yil 18 yosh, 30 god, 31 god yoshda. Men necha yoshda ekanman o'shanda? Siz o'shanda endi 30 ga kirdingiz. Atigina. Ilhomjon sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Omad yor. Omad. Oxirida birgalikda ijro etilgan qo'shiq uchun katta rahmat. Bu meni orzuyim edi. Juda ham xursandman. Halim hayajon, mana ular ustozlarning aurasi bor-ku. Energetikasi juda ham kuchli bo'ladi, shuning uchun. Sizdan yana bitta gap eshitdim bugun. Bu juda ham sodda gap tuyulishi mumkin, lekin odam har kun ham o'ziga bu gapni ayta olmaydi. Men bugun yashadim dedingiz. Yashadim, to'g'ri. Zo'r. Men siz uchun juda ham xursandman. Yashadim. Har kuni yashang. Rahmat, sog' bo'ling.